Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan har birimizga bevosita ta'sir qiladigan muhim yangilikni muhokama qilmoqchiman. Hukumat tomonidan favqulodda farmon chiqarildi. Unga ko'ra, aprel oyining oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan jiddiy o'zgarishlar mavjud. Agar bu ma'lumotni o'tkazib yuborsangiz, moliyaviy yo'qotishlar, jiddiy jarimalar yoki hatto mulkingizni yo'qotish xavfi ostida qolishingiz mumkin. Bu shunchaki xabar emas, bu sizning shaxsiy moliyaviy farovonligingiz va qonuniy huquqlaringizga oid chaqiriqdir. Iltimos, diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga esa like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotni ko'proq odam bilishi kerak. Boshladik. Ilgarilari kichik biznes egalari, tadbirkorlar ko'pincha o'z faoliyatini soddalashtirilgan tartibda, ba'zan esa umuman hujjatlarsiz, vaqtincha ruxsatnomalar asosida olib borishardi. Ayniqsa eski bozor burchaklaridagi do'konlar, qishloq joylardagi kichik ishlab chiqarish sexlari, xizmat ko'rsatish shoxobchalari, bularning hammasi ko'pincha amaldagi qonunchilik talablariga to'liq mos kelmaydigan tarzda faoliyat yuritardi. Misol uchun, shahar chekkasidagi avtomobil ta'mirlash ustaxonasi yoki qishloqdagi novvoyxona, balki sizning hovlidagi kichik tikuvchilik sexi. Bu kabi obyektlar uchun kadastr hujjatlari yo'q edi, yoki ular turar joy sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa-da, aslida tijorat maqsadlarida foydalanilardi. Bunday holatlar ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizning bir qismi edi va hukumat uzoq vaqt ularga nisbatan yumshoq siyosat yuritdi, chunki bu holat aholining bandligini va kichik biznesni rivojlantirishga yordam berardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumatning so'nggi qarori, aniqrog'i, qarori bilan tasdiqlangan maxsus nizomga asosan, shu turdagi barcha norasmiy yoki to'liq rasmiylashtirilmagan tijorat obyektlari endilikda aprel oyining oxirigacha to'liq qonuniylashtirilishi shart. Bu degani, agar mulkingiz turar joy fondida bo'lsa-yu, undan tijorat maqsadida foydalanayotgan bo'lsangiz, yoki tijorat obyektingiz uchun tegishli kadastr hujjatlari, mulk huquqi tasdiqlanmagan bo'lsa, siz zudlik bilan chora ko'rishingiz kerak. Bu farmon avvalgi soddalashtirilgan tizimni bekor qilib, barcha mulk huquqlarini yagona, shaffof va qonuniy asosga o'tkazishni maqsad qilgan. Asosiy maqsad iqtisodiyotdagi kulrang zonalarni kamaytirish, barcha xo'jalik subyektlarini ro'yxatga olish, soliq bazasini kengaytirish va investorlar uchun shaffof muhit yaratishdir. Bu tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish yo'lidagi katta qadam bo'lib, unga rioya qilmaslik jiddiy oqibatlarga olib keladi. Keling, endi bu farmonning batafsil tafsilotlariga, kimlarni qamrab olishiga va kimlarga ta'sir qilmasligiga chuqurroq nazar tashlaylik. Asosiy masala shundaki, bu farmon asosan ikki toifadagi mulk egalariga taalluqlidir. Birinchi toifa, turar joy fondidagi mulkidan tijorat maqsadlarida foydalanayotgan shaxslar. Tasavvur qiling, sizning uyingizning bir qismida, masalan, garajingizda kichik avtomobil ehtiyot qismlari do'koni ochgansiz yoki uyingizning bir xonasini sartaroshxonaga aylantirgansiz. Yoki ayollar ko'pincha uyda tikuvchilik, pazandachilik xizmatlarini ko'rsatadi. Buning uchun alohida xonani jihozlashgan. Ilgari bu faoliyatni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish talab qilinmas edi yoki murakkab edi. Endi esa bunday barcha turar joy fondidagi tijorat obyektlari majburiy tarzda ro'yxatdan o'tkazilishi va ularning maqomi noturar joyga o'zgartirilishi shart. Bu mulkning maqomini o'zgartirishni, uning funksional maqsadini aniq belgilashni talab qiladi. Misol uchun, Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi fermer Bobur aka o'z uyining bir qavatida kichik un tegirmoni ochgan edi. Bu tegirmon mahallaga xizmat qilar, Bobur aka yaxshi daromad topardi. Ammo uning kadastr hujjatlarida bu bino turar joy sifatida ko'rsatilgan. Endi Bobur aka aprel oxirigacha tegirmon joylashgan qismning maqomini ishlab chiqarish binosi yoki xizmat ko'rsatish obyektiga o'zgartirish kerak. Agar u buni qilmasa, uning faoliyati noqonuniy deb topiladi va jiddiy jarimalarga tortiladi. Hatto tegirmon faoliyati to'xtatilishi ham mumkin. Qishloqda yashaydigan bir ayol uyida nonvoyxona ishlatadi. Bu uning asosiy daromad manbai. Agar u bu faoliyatni ro'yxatdan o'tkazmasa va mulkining maqomini o'zgartirmasa, qishloq aholisi ham nonvoyxonadan mahrum bo'ladi. U ayol esa daromadidan. Bu vaziyat nafaqat tadbirkorlarga, balki ularning xizmatlaridan foydalanadigan oddiy aholiga ham ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa, kadastr hujjatlari mavjud bo'lmagan yoki to'liq rasmiylashtirilmagan tijorat obyektlari egalari. Bu keng tarqalgan muammo.
Ko'pincha shaharlarning eski qismlarida yoki bozorlar atrofida joylashgan do'konlar, ustaxonalar, kafelar uzoq yillar davomida mavjud bo'lib keladi. Ammo ularning kadastr hujjatlari umuman yoki juda eski va hozirgi qonunchilik talablariga javob bermaydi. Masalan, Chorsu bozoridagi dehqon mahsulotlari savdo do'koni. Bu do'kon 30 yildan beri faoliyat yuritadi, lekin hujjatlari o'sha davrdan qolgan va hozirgi kundagi talablarga mos emas. Yoki eski avtobus bekatlari yonida paydo bo'lgan kichik savdo shoxobchalari. Bularning ko'pchiligi vaqtincha ruxsatnomalar asosida qurilgan bo'lib, ularning uchastkasiga yoki binoga doimiy mulk huquqi rasmiylashtirilmagan. Endi esa bu obyektlarning barchasi soliq kadastr ro'yxatidan o'tkazilishi va mulk huquqi belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi shart. Aks holda bunday obyektlar noqonuniy deb topiladi, faoliyati to'xtatiladi va hatto sud qarori bilan buzib tashlanishi ham mumkin. Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi bir misolni olaylik. Fozil ismli tadbirkor ko'p yillar davomida kichik avtoservis ochgan edi. Bino o'ziga tegishli edi, lekin hujjatlarda u vaqtincha qurilma sifatida ko'rsatilgan. Har yili Fozil avtoservisning faoliyatini uzaytirish uchun maxsus ruxsat olardi. Endi bu tizim bekor bo'ldi. Fozil o'z avtoservis binosini to'liq qonuniylashtirishi, ya'ni unga doimiy mulk huquqini rasmiylashtirishi va kadastr hujjatlarini yangilashi shart. Agar u aprel oxirigacha buni qilmasa, uning avtoservisi noqonuniy faoliyat yuritayotgan deb topilib, yopilishi yoki hatto musodara qilinishi mumkin. Bu nafaqat Fozilning oilasini, balki mahalladagi bir nechta yigitni ham daromadsiz qoldiradi. Kimlarga bu farmon ta'sir qilmaydi? Eng muhimi, bu farmon avvaldan qonuniy rasmiylashtirilgan, barcha kadastr hujjatlari joyida bo'lgan, mulk huquqi belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan tijorat obyektlariga taalluqli emas. Agar sizning do'koningiz, ofisingiz yoki ishlab chiqarish binongiz allaqachon noturar joy sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, barcha hujjatlar yangi talablarga mos kelsa, demak xavotir olmasangiz bo'ladi. Shuningdek, uy sharoitida alohida jihozlangan xona yoki binodan foydalanmasdan, ruxsat etilgan ro'yxatdagi hunarmandchilik yoki xizmat turlari bilan shug'ullanadigan shaxslarga ham bu farmon bevosita ta'sir qilmaydi. Misol uchun, onlayn do'kon ochgan bo'lsangiz va tovarlarni uydan turib yetkazib bersangiz, alohida joy ajratmasangiz, sizga bu qoida taalluqli emas. Yoki repetitorlik xizmati ko'rsatib, o'quvchilarni yashash joyingizda qabul qilsangiz, lekin uyingizning maqomini o'zgartirmasangiz, siz uchun ham muammo yo'q. Faqatgina agar turar joyingizning bir qismini rasman tijorat faoliyati uchun ajratgan bo'lsangiz yoki shunday obyektga ega bo'lsangiz, shunda diqqatli bo'lishingiz kerak. Endi esa ushbu jarayon bilan bog'liq bo'lgan ba'zi istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan muhim jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Farmonning har bir bandi o'ziga xos tafsilotlarga ega bo'lib, ularni bilish sizni ortiqcha boshog'riq va moliyaviy yo'qotishlardan qutqarishi mumkin. Birinchidan, ba'zi istisnolar mavjud. Qonun loyihasida ko'rsatilishicha, agar faoliyatingiz uy sharoitida amalga oshiriladigan, ammo tovar ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan, faqatgina ma'lum xizmat turlarini o'z ichiga oladigan bo'lsa, masalan, onlayn konsultatsiyalar berish, uyda dasturiy ta'minot yaratish, dizaynerlik xizmatlari ko'rsatish kabi holatlarda yashash joyingizning maqomini o'zgartirish talab qilinmaydi. Shuningdek, uyda hunarmandchilik faoliyati bilan shug'ullanadigan, ammo o'z mahsulotlarini bevosita uyda sotmasdan, bozorlar yoki onlayn platformalar orqali realizatsiya qiladigan shaxslarga ham bu talab to'liq qo'llanilmaydi. Biroq bu istisnolar juda tor doirada ekanligini yodda tutish kerak. Misol uchun, Farg'onada yashovchi Maftuna opa, ustachevar, uyida ko'ylaklar tikadi va ularni bozorga olib borib sotadi. Uning faoliyati hunarmandchilik hisoblanadi va uyida bevosita savdo nuqtasini tashkil qilmagani uchun u o'z uyining maqomini o'zgartirishga majbur emas. Lekin agar u o'z hovlisining bir qismida do'koncha ochib, u yerda mahsulotlarni sotishni boshlasa, unda yuqoridagi qoidalar unga ham taalluqli bo'ladi. Bu holatda aniq chegarani bilish muhim. Ikkinchidan, kutilmagan qiyinchiliklar va to'siqlar. Ko'pchilik tadbirkorlar va aholi, ayniqsa keksa yoshdagilar, hujjatlarni yigish, tegishli idoralarga borish, ariza yozish kabi byurokratik jarayonlardan qo'rqishadi. Bu o'z navbatida firibgarlik holatlari sonining oshishiga olib kelishi mumkin. Tezkor rasmiylashtirish xizmatlari taklif qiluvchi shaxslarga duch kelishingiz mumkin.
Ularning ko'pchiligi sizdan ortiqcha pul undirib, ishni oxiriga yetkazmasligi yoki hatto soxta hujjatlar tayyorlashi ehtimoli bor. Shu bois faqatgina rasmiy idoralar, kadastr agentligi, davlat xizmatlari markazlari yoki notariuslar bilan ishlash muhim. Samarqanddan Dilshod amaki o'zining kichik poyabzal ta'mirlash ustaxonasini rasmiylashtirish uchun internetdagi e'lonlarga ishonib, noma'lum shaxslarga pul bergan. Natijada na hujjati rasmiylashgan, na puli qaytgan. U hatto aprel oxirigacha hujjatlarni tayyorlashga ulgurmay qolishi mumkin. Shuning uchun hushyor bo'lish lozim. Uchinchidan, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar. Mulkning maqomini o'zgartirish jarayoni, ya'ni turar joydan noturar joyga o'tkazish, ba'zi kommunal xizmatlarning tariflariga ta'sir qilishi mumkin. Ko'p hollarda tijorat obyektlari uchun elektr energiyasi, suv va gaz tariflari turar joylariga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Bu biznes xarajatlaringizni oshirishi mumkin. Shuningdek, soliq yuklamasi ham o'zgarishi ehtimoli bor. Mulk soligi, soligi kabi to'lovlar ham noturar joylar uchun boshqacha hisoblanadi. Misol uchun, o'z uyining yarmida tikuvchilik sexi ochgan ayol endilikda elektr energiyasi uchun maishiy iste'molchi tarifi emas, balki tijorat tarifi bo'yicha to'lashi kerak bo'ladi. Bu uning oylik xarajatlarini sezilarli darajada oshiradi. Bu jihatlarni oldindan hisobga olish va biznes rejangizni shunga mos ravishda tuzish zarur. Ba'zi holatlarda esa binoning texnik xususiyatlari, yong'in xavfsizligi, sanitariya normalariga mos kelmasligi maqomni o'zgartirishga to'siq bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda avvalo tegishli xizmatlardan ruxsat olish yoki kamchiliklarni bartaraf etish kerak bo'ladi. Demak, qadrli do'stlar, aprel oyining oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan bu muhim jarayonda siz nimalar qilishingiz kerak? Keling, aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, vaziyatni tahlil qiling. Avvalo, o'zingizning mulkingizni, uyingiz, do'koningiz, ustaxonangiz yoki boshqa tijorat obyektingizni qonuniy maqom nuqtai nazaridan baholang. Kadastr hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Ular qachon berilgan, nima deb ko'rsatilgan? Turar joy, noturar joy, ishlab chiqarish binosi. Agar siz turar joyda tijorat faoliyati yuritayotgan bo'lsangiz yoki tijorat obyektingiz uchun hujjatlaringiz eski yoki umuman bo'lmasa, demak siz harakat qilishingiz shart. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Bu qadam muhim. Sizga quyidagilar kerak bo'ladi. 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport. 2. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, agar mavjud bo'lsa, bu oldingi kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, sovg'a shartnomasi, sud qarori va hokazo bo'lishi mumkin. Agar hech qanday hujjat bo'lmasa, bu haqda Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganingizda aytishingiz kerak bo'ladi. 3. Yuridik shaxslar uchun korxona ta'sis hujjatlari. 4. Ba'zi hollarda texnik pasport yoki binoning rejasi. Agar uyingizning bir qismini noturar joyga aylantirmoqchi bo'lsangiz, odatda bu qismning alohida rejasini tayyorlash talab qilinadi. 3-qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Mulkning maqomini o'zgartirish yoki kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun siz eng yaqin davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz kerak. Ular har bir tuman va shaharda mavjud. Shuningdek, ularning rasmiy veb-sayti orqali ham dastlabki ma'lumot olish va hatto ba'zi xizmatlar uchun onlayn navbat olish mumkin. DXMga borganingizda mulkning funksional maqsadini o'zgartirish yoki kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish yangilash xizmatini so'rashingiz kerak. Agar sizda hujjatlar yo'q bo'lsa, mulk huquqini birinchi marta ro'yxatdan o'tkazish xizmatini so'raysiz. 4-qadam, arizani to'ldirish va to'lovlarni amalga oshirish. DXM xodimi sizga tegishli arizani to'ldirishda yordam beradi. Arizada mulkingizning manzili, umumiy maydoni, hozirgi maqomi va qanday maqomga o'zgartirish niyatida ekanligingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Jarayon uchun davlat boji va ba'zi xizmatlar uchun to'lovlar belgilangan. Misol uchun, mulkning maqomini o'zgartirish uchun eng kam ish haqi miqdorining ma'lum foizi, kadastr xizmatlari uchun esa alohida tariflar mavjud. Barcha to'lovlarni o'sha yerning o'zida amalga oshirish mumkin. To'lov cheklarini saqlab qo'yishni unutmang. 5-qadam, tekshiruv va hujjatlarni kutish.
Arizangiz qabul qilingandan so'ng, kadastr agentligining mutaxassislari sizning mulkingizni joyida o'rganishlari, o'lchov ishlarini o'tkazishlari mumkin. Bu ayniqsa mulkning maqomini o'zgartirishda yoki yangi kadastr hujjatlari tayyorlashda muhim. Jarayon bir necha kundan bir necha haftagacha davom etishi mumkin. Bu mulkingizning murakkabligi va kadastr agentligining ish yukiga bog'liq. Odatda bu muddat 7-10 ish kunini tashkil qiladi. Sizga hujjatlarning tayyor bo'lishi haqida sims xabar keladi. 6-qadam yakuniy hujjatni olish. Hujjatlar tayyor bo'lgach, siz yana TXMga borib, yangilangan kadastr pasporti yoki mulkning yangi maqomini tasdiqlovchi hujjatni olasiz. Bu hujjat sizning mulkingizning qonuniy maqomini tasdiqlovchi asosiy dalil bo'ladi. Uyingizning bir qismi noturar joyga o'tkazilgan bo'lsa, siz endi unga alohida kadastr pasportiga ega bo'lasiz. Unutmang, aprel oyining oxirigacha qolgan vaqt juda oz. Shuning uchun imkon qadar tezroq harakat qiling. Kechiktirish jiddiy moliyaviy sanksiyalarga, hatto mulkingizdan mahrum bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Hech qanday shubhali vositalarga ishonmang, faqat rasmiy kanallar orqali ish tuting. Shunday qilib, aziz tomoshabinlar, bugun biz hukumatning favqulodda farmoni, yana aprel oyining oxirigacha amalga oshirilishi shart bo'lgan mulkni rasmiylashtirish jarayoni haqida to'liq va batafsil ma'lumotga ega bo'ldik. Bu o'zgarish nafaqat sizning moliyaviy holatingizga, balki kelajakdagi tadbirkorlik faoliyatingizga ham bevosita ta'sir qiladi. Vaziyatni tahlil qilish, hujjatlarni to'plash, davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish va barcha jarayonlarni belgilangan muddatda yakunlash sizning vazifangizdir. O'z huquqlaringizni himoya qilish va kelajakdagi muammolarning oldini olish uchun bugunoq harakatni boshlang. Ushbu muhim ma'lumotni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring, chunki kimdir bu xabardan bexabar qolib, jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Sizning fikrlaringiz biz uchun muhim. Ushbu farmon haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha bu qanday natijalarga olib keladi? Izohlarda o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.